SUV bozori haqiqatan ham to'lib bormoqda. Har bir ishlab chiqaruvchi eng kuchli, eng tejamkor yoki eng zamonaviy modelni taklif qilmoqda. Lekin ko'p hollarda yo texnologiya murakkablashib ketadi, yo amaliyot yetishmaydi. GAC yoki bizda urfda GAC deb ataladigan S7 esa boshqacha yo'lni tanlagan. Elektr dinamikasi va benzinli xavfsiz masofani birlashtirgan. S7 ketma-ket segmental gibrid. Bu nimani anglatadi? 1,5 litrli turbo benzin dvigatel 156 ot kuchli g'ildiraklarni aylantirmaydi. U faqat generator sifatida ishlaydi va batareyani zaryad qiladi. Harakatni esa old va orqa o'qda joylashgan ikkita elektromotor bajaradi. Ya'ni avtomobil har doim elektromotor orqali harakatlanadi. Natijada siz siliq tezlanishni, sokin ishlashni va darhol moment berilishini his qilasiz. Bu tizimning umumiy quvvati 340 ot kuchi. 0 dan 100 km/soatgacha tezlanish 6.7 soniya. Oddiy 2 tonnalik oilaviy crossover uchun ham bu juda yaxshi ko'rsatkich. S7 faqat elektr rejimda NEDC sikli bo'yicha 153 km gacha yurishi mumkin. Agar siz kuniga 30-40 km yursangiz, haftalab benzin quyishingiz shart bo'lmaydi. Shahar ichida deyarli elektromobil kabi foydalanish mumkin. Uzoq safarda esa benzin dvigatel generator sifatida ishlaydi va umumiy masofa 867 km gacha yetadi. Bu esa zaryad tugab qoladi degan xavotirni yo'q qiladi. GAC S7 3 xil harakat rejimini taklif qiladi. Elektr ustuvor rejim, maksimal tejamkorlik shahar uchun ideal. Intellektual rejim tizim haydash uslubingizni o'rganadi va energiyani optimal taqsimlaydi. DVS ustuvor, batareyani ma'lum darajada saqlab turadi, uzoq trassa uchun qulay. Sun'iy intellekt yordamida tizim tezlanish, tormozlash va tezlikni tahlil qiladi. Shunga qarab generator va elektromotorlar orasida yuklama muvozanatlashadi. Elektromotorlar sababli aylanma moment darhol keladi. Gazni bosganingizda kechikish deyarli yo'q. To'liq privod tizimi esa sirpanchiq yo'lda barqarorlik beradi. Qor va yomg'irda ishonchni oshiradi va qishloq yo'llarda ham muammoni tug'dirmaydi. Salon qismining old panelida 8.9 dyuymli raqamli uskunalar displeyi va 15.6 dyuymli katta multimedia ekrani joylashgan. Bu yerda minimalistik dizayn, lekin muhim funksiyalar saqlab qolingan. Masalan, klimat tizimi alohida tugmalar orqali boshqariladi. Bu sensorli boshqaruvdan ko'ra qulayroq. 2 qavatli markaziy tunnelda 2 dona simsiz zaryadlash maydoni va stakan tutqichlar joylashgan. Oilaviy foydalanish uchun yetarlicha joy va qulayliklar bor. S7 ning uzunligi 4900 mm, g'ildirak bazasi 2880 mm. Bu S7 ni o'rta yirik segmentga olib chiqadi. O'rta qatorda oyoqlar uchun joy yetarli. Uzoq safarda ham noqulaylik sezilmaydi. GAC S7 bu yarim elektr, yarim benzin emas. Bu doim elektr xarakterini beradigan, lekin masofa borasida xavotir qoldirmaydigan oilaviy va zamonaviy SUV. Agar siz elektromobil dinamikasini yoqtirsangiz, lekin zaryad masalasida to'liq bog'lanib qolishni istamasangiz, GAC S7 aynan shunday variant. Oilaviy foydalanuvchilar uchun GAC S7 har tomonlama himoya va erkin sayohat qilish imkoniyati atrofida ishlab chiqilgan. 1000 kilometrdan ortiq umumiy yurish masofasi hamda tezkor zaryadlash texnologiyasi uzoq safarlarda masofa borasidagi xavotirni butunlay yo'q qiladi. S7 o'z sinfida yetakchilardan bo'lib, keng salon va 1780 mm baland tom har bir oilaviy safarni nafaqat qiziqarli, balki qulay ham qiladi. Xavfsizlik S7 da ustuvor o'rinda turadi. 2024-yilga CNCAP bo'yicha 5 yulduzli baholangan. Kuzov konstruksiyasi hamda 12 ta xavfsizlik yostiqchasi to'liq himoya qalqonini beradi. Aqlli to'liq privod tizimi va 200 mm lik maksimal clearance avtomobilga notekis yo'llarni osonlik bilan yengib o'tish imkonini beradi. Tog' yo'llarining burilshlari yoki yomg'irli, qorli ob-havo bo'lishidan qat'iy nazar S7 ishonch bilan harakatlanadi. S7 da har bir detal puxta ishlab chiqilgan. 2618 mm uzunlikdagi yorug'lik chizig'i o'zining yorqinligi bilan ajralib turadi. S7 da har bir detal puxta ishlab chiqilgan. 2618 mm uzunlikdagi yorug'lik chizig'i o'zining yorqinligi bilan ajralib turadi. Sanoatdagi ilg'or 3300 tonnalik 2 rangli inyektsion qolplash texnologiyasi yordamida ishlab chiqilgan ushbu yorug'lik elementi mukammal va jozibali ko'rinish beradi. Oxirgi vaqtlarda SUV modellariga qiziqish yuqori bo'lgani uchun ba'zilar sedan davri o'tdi deyishadi, lekin ba'zi modellarga qarab bu gap hali erta ekanini tushunamiz. Bugungi videoda 2026-yilga Nissan Tiana haqida gaplashamiz. Bu model klassik biznes sedan segmentini zamonaviy texnologiya va yangilangan dizayn bilan qayta talqin qilmoqda. Shunga ko'ra savol paydo bo'ladi: Tiana yana segmentda jiddiy ishtirokchiga aylana oladimi? Tashqi dizayn zamonaviy va vazmin. 2026 Tiana dizayni oldingi avloddan ancha keskin va dinamik jihatdan farq qiladi.
Old qismida yangi V-Motion panjara, ingichka LED optika va keng bamper joylashgan. Yon tomondan kuzov silliq, aerodinamik chiziqlarga ega. Orqa fonarlar esa zamonaviy yorug'lik grafikasi bilan ishlangan. Bu sedan agressiv ko'rinishga ega emas, lekin biznes auditoriya uchun jiddiy ko'rinadi. Sienna o'rta o'lchamli biznes sedan segmentida joylashgan. Uzunligi 4920 mm, eni 1850 mm, g'ildirak bazasi 2825 mm bo'lib, orqa qatordagi joyni keng va qulay bo'lishiga xizmat qiladi. Platforma yangilangan va mustahkamlangan. Sienna bozorga qarab turli dvigatel variantlarini taklif qilishi kutilmoqda. 2 litrli benzin dvigatel va e-Power tizimli gibrid versiya. E-Power tizimining afzalligi shundaki, g'ildiraklarning asosan elektr motor harakatlantiradi. Benzin dvigateli esa generator vazifasini bajaradi. Natija silliq tezlanish, past yoqilg'i sarfi, sokin ishlash kabilar shahar sharoitida qulay bo'lishini ta'minlaydi. Ichki dizayn minimalistik va zamonaviy ishlangan bo'lib, unda katta markaziy sensor ekran, raqamli uskunalar paneli, yumshoq materiallar va keng o'rindiqlar joy olgan. Orqa qatorda oyoqlar uchun joy yetarli. Bu esa oilaviy yoki xizmat safari uchun qulay. 2026-yilgi Sienna jihozlar to'plami bilan yoqimli tarzda hayratga soladi. Adaptiv kruiz nazorat, yo'lakda ushlab turish tizimi, 360 gradusli atrofni ko'rsatuvchi kameralar, aqlli parktroniklar, masofadan dvigatelni ishga tushirish va avtomobilning funksiyalarini smartfon orqali boshqarish, elektr kuchaytirgich va SVT yordamida ilg'or haydash rejimlari shular qatorida. Bu funksiyalar uzoq safarlarda charchoqni kamaytirib, xavfsizlikni oshirishga qaratilgan. Nissan Sienna biznes auditoriya, qulay va sokin harakatlanadigan sedan izlayotganlar, gibrid tejamkorlikni xohlaydiganlar va klassik sedan dizaynini qadrlaydiganlarga mos keladi. 2026-yilgi Nissan Sienna bu shunchaki yangilangan model emas. Bu sedan segmentining hali ham dolzarb ekanini ko'rsatadigan avtomobil. Sienna bu an'anaviy benzin dvigatelli avtomobil bilan bir vaqtda raqamli inqilob tufayli ultra zamonaviy bo'la olishni ko'rsatishda yorqin misoldir. Zamonaviy dizayn va ilg'or elektronika modelni yangi bosqichga olib chiqadi. Agar avval Sienna shunchaki qulaylik kerak bo'lganlar uchun sedan sifatida qaralgan bo'lsa, endi u o'rta sinfdagi eng texnologik avtomobillardan biri bo'lishiga da'vogarlik qilmoqda.